Ha, qaynanammi? Yuribdilar. Aka hamma amallaringizni qilyapmi oyijon? Oyi, ancha-muncha narsa yig'ib qo'yganman. Ukamni yuboring, olib ketsin. O'zi ko'proq narsa berib yubormoqchi edim. Bugun ham ro'yxat qilib qo'ygandim. Ana o'rgil onasi ruxsat bermadi. Bo'lmasa ancha ko'proq qilib berib yuborgan bo'lardim oyi. Hozircha shuni ishlatib yuring, keyin yana bir ilojini topaman. Qaynanamning munosabatimi? Bilmadim. Bo'ladi, yomon emas. Oyi, o'zi ana o'qitgan folbinizning amallari kor qilyaptimikan? Qaynanam bir qarasangiz meni yonimni oladi, bir qarasangiz o'g'limni yonini oladi. U o'qitganlaringiz kor qilganda faqat meni yonimni olish kerak edi shekilli. Shunaqa deng. Yana o'qitish kerakmi? Bo'pti oyi, unda sizchi borib yana o'qitib keling, o'sha sizga yuborgan pullarimni ishlatib, agar yetmasa men sizga ilojini qilib keyin yana yuboraman. Oyijon, shu bir amallab homilador bo'lib olganimda